Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar vebinarimizga. Vebinarimiz ko'proq do'stona holatda bo'ladi, ya'ni o'zinglarni erkin his qilinglar, savolinglar bo'lsa bemalol to'xtashinglar mumkin bo'ladi. Demak, bu vebinarimizni tayyorlashdan, uyushtirishdan maqsadimiz aslida Polshadagi o'zbek talabalarimiz uchun doktorantura haqida ma'lumot berishdan iborat va boshqa bu ma'lumotlar foydali bo'ladigan kishilarga ham taklifnoma yuborganmiz, linkimiz bilan bo'lishganmiz. Shuning uchun bemalol kirishlari, foydalanishlari mumkin. Ayni paytda yozib ham olamiz. Demak, vebinarimiz nima haqida bo'ladi? Ilmiy daraja nima va u narsani nima ahamiyati bor, bizga nimalar beradi? PhD bizni qanchalik o'zgartiradi? Polshada PhDga kirmoqchi bo'lsak, doktorantura uchun nimalar kerak? Qanday talablari bor va bu jarayon qanaqa kechadi? Xo'sh, tayyorgarlikni nimadan boshlash kerak? O'zimni shaxsiy tajriba va xulosalarim aytishadi-ku, qani endi bu ma'lumotlarni shu doktorantura boshlashimdan oldin yoki birinchi yillarda bilganimda edi kabi xulosalarim bilan o'rtoqlashaman va savol-javob bilan yakunlaymiz. Demak, birinchi o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, ta'lim sohasida ancha yillar tajribaga egaman. Ko'proq ta'lim sohasida ishlaganman, lekin jurnalistika, biznes konsalting sohalarida ham ishlaganman. Ko'proq dars berish, talabalar bilan ishlash yoqqani uchun keyin universitetda, ya'ni o'sha Vestminster xalqaro universitetida ishlab, u yerdan keyin Polshadagi dasturlar orqali, ya'ni bu yerda qoldim. Xo'sh, ayni paytda Varshava universitetini universitet doktoranturaning oxirgi bosqichidaman. Tadqiqotim Polsha va O'zbekiston misolida olingan, ya'ni qiyosiy tadqiqot hisoblanadi. Agar qo'shimcha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, keyin albatta o'zim haqimda ham javob berishim mumkin. Hozir keling mavzumizga o'tamiz. PhD o'zi nima? Ya'ni PhD qilish niyatingiz bormi? Yaxshi mutaxassis bo'lish uchun albatta doktorantura unvoniga ega bo'lishim shartmi? Ya'ni ilmiy daraja menga nima beradi? Shu kabi savollar bo'lsa, hozir ayniqsa O'zbekistonda ham davlat miqyosida tadqiqotchilarni qo'llab-quvvatlash, ilmiy ish qilishga undash, turli xil proyektlarda O'zbekistonni ham ishtirok etishi, ya'ni xalqaro miqyosda ham tadqiqotchilarni O'zbekistonga qiziqishi ortib bormoqda. Va bu borada o'zimizda nima ishlar olib borilyapti? Ya'ni hammasini ko'rganingizdan keyin baribir bir tushuncha paydo bo'ladiki, topshirib ko'rsammikin, qanaqa bo'ladi o'zi, bu menga nima beradi? Xo'sh, PhD bilamiz, bu falsafa doktori unvoni, bu ilmiy izlanishlar olib borish orqali olinadigan akademik unvon. Demak, asosan ilmiy g'oyalarni ishlab chiqarish salohiyatini bildiradi. U mustaqil tadqiqot olib borish maqsadida boshlanadi. Demak, ko'proq universitet, oliy ta'lim muassasalarida ishlashni xohlaganlar, u yerda masalan yuqori pog'onalarga chiqib, yuqori lavozimlarda ishlashni xohlaganlar uchun ko'proq qiziqarli, foydali bo'lib kelgan. Lekin faqatgina bu yerda chegaralanib qolmaydi. Ya'ni doktoranturada o'qish bu degani faqat universitetda ishlayman degani emas. Endi nega muhim deydigan bo'lsak, doktorantura masalan boshlagandan beri, hozir 4-bosqichda bo'lsam, ya'ni dissertatsiyamni oxirgi bo'limlaridaman hozir. O'sha yozish bilan ovoraman. Doktorantura boshlagandan keyin qanchalik o'zgardim? Bu menga nima berdi? Hayotim qanaqa darajada ketyapti? Kelajakdagi rejalarim qanaqa? Bu narsalar haqida gapiradigan bo'lsak, ya'ni tushunarli, biz bir mavzuni tanlaymiz, yozamiz. Bu narsa menga nima beradi? Birinchi o'rinda dunyoqarashingizni o'zgartiradi. Ya'ni o'sha o'zingiz tanlagan, o'zingizga yoqqan o'sha sohada yana ham kuchliroq mutaxassis bo'lishingizga yordam beradi. Doktorantura qilmasdan turib, o'sha tanlagan mavzuyingizda mutaxassis bo'lishingiz mumkin. Lekin bu narsani doktoranturadan nima farqi bor? Birinchidan. Ikkinchidan, kishida yana ham shaxsiy o'sish kuzatiladi. Bu degani ko'proq tanqidiy fikrlashni oshiradi. Tanqidiy fikrlash, masalan, deylik, o'sha jurnalistlarni tanqidiy fikrlash orqali yozgan maqolalar bilan
ilmiy ish qilgandagi olimlarni yozgan maqolasi, u yerdagi tanqidiy fikrlash qanday farqi bor? Bu narsa haqida gapiraman. Demak, balki boshqa joyda haligacha eshitmagan yoki aynan o'zimni shaxsiy tajribam bilan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, birinchidan, albatta doktorantura qilish shart emas, biz kuchliroq mutaxassis bo'lishimiz uchun. Masalan, biror bir universitetda o'qiganimizdan keyin biz yaxshi o'qigan bo'lsak, yaxshi professorlar qo'lida ta'lim olgan bo'lsak, o'sha sohada tajribaga ega bo'lgan bo'lsak, albatta biz qaysidir darajada yaxshi mutaxassismiz. Lekin doktorantura nima beradi? Ya'ni bilaman, sohamni bilaman. Doktorantura qilganingizda biz yozadigan ilmiy ishlarimiz, qo'llanmalarimiz nafaqat o'zimizga va yonimizdagilarga, balki yana ham kengroq shaklda kattaroq jamiyatga, hatto global darajada dunyo miqyosida bizni foydamiz tegishiga va ismimizni o'lmas bo'lib, ya'ni o'sha olima sifatida o'lmas bo'lib qolishiga yordam beradi. Bu degani, demak, o'sha qaysidir biz muammoni oladigan bo'lsak va bu muammoni biz yechishga harakat qilamiz, har taraflama o'rganamiz, yozgan kitoblarimiz, maqolalarimiz jamiyatga foyda beradi, mintaqada, o'sha yurtimizga va hatto o'sha dunyo bo'ylab ilm fanga hissasini qo'shadi. Ya'ni olimlarni qiladigan ishini biz oladigan bo'lsak, xuddi g'isht teruvchilarga o'xshaydi. Masalan, men o'zimni ishimni qanchalik puxta yaxshi qiladigan bo'lsam, o'zimni o'sha ilmiy ishimni chiroyli qilib o'zimni g'ishtimni qo'yadigan bo'lsam, hamma standartlar bo'yicha sifatli qilib, boshqa olimlar ham o'sha ishni nima qilishadi, to'ldirishadi va natijada chiroyli bir jamiyat barpo etiladi. Albatta, ilmiy ish deganimda bu yerda faqat va faqat sifatli yuqori darajadagi ilmiy ish haqida gap ketyapti. Shu narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu narsa juda ham muhim. Ya'ni xuddi referat yozgandek boshqalarning fikrini bir qog'ozga yig'ib, u yerdan bu yerdan ko'chirganimiz emas. Yuqori darajadagi sifatli ilm haqida gap ketyapti. Endi demak, bu ismimiz qoladi, ilmiy ish qilamiz, foydamiz tegadi. Endi shaxs sifatida tanqidiy fikrlash, hali aytganimda jurnalistlar bilan olimlarni nima farqi bor? Biror bir masalani tanqid qilish haqida ketganda. Biz ko'proq tanqidiy fikrlash deganda nimani tushunamiz? O'sha bir jarayon yoki biror bir shaxs yoki bir jamiyat yoki biror bir narsani noto'g'ri ishlayotgani haqida gapiradigan bo'lsak, o'sha narsani shu salbiy taraflarini yoritib berish yoki oqibatlarini gapirishga ko'proq jurnalistik tarafdan publitsistik maqolalarda shu haqida ketadi gap. Endi olimlar bu haqida nima qiladi? Ya'ni har bir masalani turli xil yondoshsa bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, men ko'rib turgan muammo boshqa inson uchun muammo bo'lmasligi mumkin. Ya'ni men uchun muammo bo'lgan narsa albatta boshqalar uchun bir imkoniyat bo'lishi mumkin. Demak, biz har qanday masalani bir taraflama emas, har taraflama tushunishga harakat qilamiz. Bu degani, birinchi o'rinda biror bir narsani eshitganimizda, o'qiganimizda, ko'rganimizda bu nega bunday? Qachon shu ahvolga keldi yoki shu holat davom etyapti? Qanchadan beri davom etyapti? Kim, qachon, qayerda, nimaga kabi, ya'ni savollar berishimiz kerak. Demak, ilm ahli, olimlar nima qilishadi? Savol berishadi, analiz qilishadi, chuqurroq tushunishga harakat qilishadi va tushunib yetganimizdan keyin yechim berishga harakat qiladi. Albatta, ya'ni PhD qilganingizdan keyin har qanaqa vaziyatga baho berishdan oldin o'ylab, fikrlab, analiz qilib, keyin yondashishni o'rganamiz. Ya'ni bu narsa aslida jamiyatni farovon qilishga juda ham yordam beradi. Aslida tadqiqot har qanaqa, agar ko'rsangiz, rivojlangan mamlakatlarda alohida bo'limlar bor. Universitet qoshida bo'lsin yoki davlat nimalarda, hukumatda bo'ladigan bo'lsa ham, tashkilotlarda bor bunday bo'lim. Agar bo'lim bo'lmagan taqdirda ham o'sha tashkilotda bu bilan shug'ullanadigan shaxslar bo'lishi shart yoki tashqaridan yollab ishlatishlari shart. Nega? Chunki biz har qanaqa vaziyatda to'g'ri qaror qabul qilishimiz uchun vaziyatni bir yoqlama ko'rmaylik. Ya'ni ko'p yoqlama tushunaylik va to'g'ri qaror qabul qilaylik. Shuning uchun, ya'ni doktorantura nima berdi deydigan bo'lsa, birinchi o'rinda teran fikrlash, tanqidiy yondashuv,
Lekin ayni paytda o'zimni chegaramni tushungan holda, ya'ni masalan, men O'zbekistonlikman, meni mentalitetim boshqacha, meni qadriyatlarim boshqacha. Shuning uchun bu yerdagi, masalan, Yevropadagi bir olima bilan meni fikrlashim bir-biridan farq qiladi. Bu narsa aslida yaxshi, ya'ni u tushunmagan narsani men tushunaman, men tushunmaganimni u. Lekin o'zimizni shaxsiy chegaralarimizni ham tushunishimiz kerak va tashqaridagi odamni tushunishga bu narsa yordam beradi. Ya'ni har qanaqa shubha, noaniqliklar bilan yashashga ham inson to'g'ri, real qabul qilishni o'rganadi va bu narsa menimcha judayam eng muhim narsalardan biri, shu o'rgangan narsalarimdan biri. Doktoranturada o'qish jarayonida albatta biz faol bo'lishimiz kerak. Ilmiy konferensiyalar va seminarlarda qatnashamiz. Ko'p o'sha sohani mutaxassislari bilan yoki o'zimiz kabi doktorantlar bilan tanishamiz. Tarmog'imizni, networkingni kengaytiramiz, to'g'rimi? Katta professorlar bilan muloqot qilamiz. Ya'ni bularni hammasi bizni kelajagimizni qurishga yordam beradi. Ya'ni ayni paytda biror bir loyiha ustida ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha loyihada hamkor topishingiz mumkin, to'g'rimi? Sizni yana ham o'sha tanish bilishlarni ko'paytirish to'g'ri ma'noda ilmiy salohiyatingizni oshirishda ham yordam beradi. Chunki xabardor bo'lasiz o'sha sohada nimalar bo'layotganidan va o'z-o'zidan bu ko'proq sayohat va ko'proq madaniyat insonlar bilan tanishishga olib keladi va yaxshi tarafi universitet sizni qo'llab-quvvatlaydi va o'sha moliyaviy tomondan ko'proq hatto o'sha mintaqada alohida tashkilotlar bor, siz doim kuzatib boradigan bo'lsangiz shu imkoniyatlardan foydalanasiz. Demak, agar aqliy salohiyatingiz kuchli bo'lsa va shu orqali yashashni istasangiz, ya'ni ko'proq menga aqliy mehnat yaxshiroq, jismoniy mehnat emas, ofisda o'tirib yoki ko'proq o'zimni kunimni mustaqil ravishda belgilay olay va ko'proq men o'qishni, yozishni, o'rganishni yaxshi ko'raman. Necha yosh bo'lishimdan qat'iy nazar bu narsa men uchun muhim, doimiy izlanishda bo'lishim kerak deydigan bo'lsangiz, doktoranturaga albatta topshiring. Xo'sh, Polshada bu jarayon qanday ketadi? Demak, albatta magistraturani bitirgansiz, ingliz tilini bilasiz. Albatta, Polshada polyak tilini ravon gaplashadigan bo'lsangiz ham polyak tilida o'qishingiz mumkin. Lekin bu shart emas, ingliz tilini bilsangiz bu yetarli. Demak, tegishli sertifikatlarni ko'rsatasiz, lekin o'zimni misolimda magistraturani o'sha Toshkentdagi Xalqaro Vestminster universitetida ingliz tilida o'qigan bo'lganim uchun til sertifikati ko'rsatmaganman, chunki o'sha magistraturani o'qiganim o'zi yetarli bo'lgan ingliz tilini bilishimni ko'rsatish uchun. Eng muhim narsalardan biri bu tadqiqot loyihasi. Ya'ni siz doktoranturada nima tadqiqot olib bormoqchisiz? Bu narsani siz oldindan rejalashtirgan, o'zingiz qiziqqan o'sha mavzuni tanlagansiz. Bu mavzuni, o'sha muammoni yechish uchun qanday uslubda tadqiqot olib borasiz? Bu narsalarni o'rgandingiz, adabiyotlarni ko'rib chiqdingiz va chiroyli shaklda tushunarli qilib tadqiqot loyihasi tuzdingiz. Bu juda ham katta hujjat bo'lishi shart emas, 4-5 varaqli bo'ladi. 2000 so'zdan kamroq, uzog'i bilan 2000 so'z bo'lishi kerak Varshava universitetida. Demak, oldindan siz o'sha fakultetingizga kirib, universitetda fakultetni tanlaysiz, ya'ni qaysi fakultetda o'qimoqchi bo'lsangiz, sohangizga qarab keyin ilmiy rahbar topishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz o'sha rahbarlarni ro'yxatidan qaraysiz, kim sizga mos. Ularni ilmiy ishlari, qiziqishlari, qaysi fanlardan dars berishgan, nimalar yozishgan, hammasini o'rganib chiqqaningizdan keyin demak, o'sha o'zingizni tadqiqot loyihasini, ya'ni research proposal bilan birgalikda CV bilan o'sha kishiga email yozib, o'zingizni tanishtirib, meni supervizorim bo'lishingizni istayman, nima deysiz deb ulardan so'rab ko'rsangiz, ya'ni ular albatta yoki ha yoki yo'q degan javobni berishadi va bu narsa oldindan sizni qo'lingizda bo'lishi kerak. Masalan, ayni paytda Varshava universitetida doktorantura uchun hali ham qabul davom etyapti. 29-maygacha bu narsa davom etadi va o'sha 29-may deadline, o'sha vaqt yopilguncha 12da bo'lsa kerak, adashmasam,
siz ilmiy rahbardan ham rozilik xati olgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni shu mavzuda shu odamga rahbarlik qilishga roziman degan qisqagina hujjat bo'ladi. Demak, CV kerak bu narsada tavsiyanoma unchalik shart emas ekan. Bugun tekshirib ko'rdim. Albatta diplomlarning nusxasi ham bakalavr, ham magistr. CVda biz nimani ko'rsatamiz? Ilgari tadqiqot ishlarida qanchalik biz faol bo'lganmiz, ya'ni tadqiqot qilishga tegishli nimamiz bo'lsa, o'sha narsalarni ham qo'shishimiz kerak bo'ladi. Masalan, o'sha universitetda ishlaganingizda yoki o'qiganingizda qanaqadir nima deydi, tadbirlarni tashkil qilishda yordam bergansiz universitet miqyosida yoki maktab bo'ladimi, kichik katta nima bo'lgan taqdirda ham o'sha siz tajribangizni, salohiyatingizni ko'rsatish uchun iloji boricha chiroyli qilib hammasini yozib chiqish kerak bo'ladi. Kirish imtihoni demak aslida qanaqa bo'ladi? Ikki bosqichli. Birinchisi hali aytganimizdek application, buning ichida o'sha ham CV'ngiz bo'ladi, diplom nusxalari bo'ladi, tadqiqot loyihasi eng asosiy narsa. Undan keyin bu narsadan o'tadigan bo'lsangiz suhbat bo'ladi. Suhbat ko'proq ingliz tilida bo'ladi. Chunki doktoranturaga topshiradiganlar, ya'ni polak tilida o'qimoqchi bo'lsa ham ingliz tilini juda ham yaxshi bilishlari shart. Suhbat jarayonida demak o'sha siz qilmoqchi bo'lgan ilmiy ishingiz haqida savollar berishadi yoki nimaga aynan o'sha rahbarni tanlaganingiz yoki nega Polshada o'qimoqchisiz, shu kabi umumiy savollar bo'ladi 15 daqiqa atrofida. Demak, Polshada qaysi millat bo'lishingizdan qat'iy nazar grant asosida ta'lim bo'ladi. Ya'ni siz birinchidan o'qish uchun hech qanaqa pul to'lamaysiz. Masalan, bilaman O'zbekistonda doktorantura o'qimoqchi bo'lganlar, ya'ni qo'shimcha darsga borishmaydi, lekin Polshada 2 yil darslar bor. Birinchi yil ayniqsa ancha ko'p. U yerda ko'proq o'sha tadqiqot etikasi haqida yoki metodologiya haqida yoki o'sha qaysi yo'nalishni tanlagan bo'lsangiz o'sha sohaga oid darslar bo'ladi. Yoki ilmiy ish qanday qilish, prezentatsiyalar, konferensiyalarda qatnashish, umuman sizga tegishli, kerakli bo'lgan bir qancha narsalar o'rgatib boriladi. Demak, o'qish bepul, shu bilan birga qimmat bo'lmagan yotoqxonalar bilan ta'minlashadi va sizga yil davomida har oy, ya'ni 4 yil davomida har oy stipendiya beriladi. Stipendiya bemalol o'zingizga yetadi. Agar oilaviy keladigan bo'lsangiz, bilmadim, boshida sal qiyin bo'lishi mumkin. Hamkasblarimni bilaman, masalan, erkaklar bo'ladigan bo'lsa, farzandi oilasini 2-yildan keyinga olib kelishgan. Ya'ni nega? Chunki 2-yil oxirrog'ida midterm evaluation bo'ladi, ya'ni imtihondan o'tasiz. Boshida o'qish boshlanganida siz oldingizga reja qo'yasiz. Ya'ni men ushbu fanlarni o'qiyman, diplomni, dissertatsiyamni masalan birinchi semestrda shu qismini tugatgan bo'laman. Bu degani siz bemalol yura olmaysiz. Reja qilasiz va o'sha 4-yilga borib dissertatsiya yozmaysiz. Birinchi yildan boshlab o'sha 2-yilda ayniqsa kattagina qismini boshlagan, ancha-muncha adabiyotlarni o'qigan va chiroyli qilib tahlil qilib yozgan matnlaringiz bo'lishi kerak. Ya'ni har semestrda qaysidir bo'limini bosqichma-bosqich topshirib borasiz. Shuning uchun o'sha reja asosida ishlayotganingizni ko'rsatib va prezentatsiya qilib, shu narsalarga erishdim deb 2-yildan keyin imtihondan o'tasiz. U imtihondan keyin sizni stipendiyangiz deyarli 2 barobar ko'tariladi va ancha yaxshi Polsha uchun ancha yaxshi miqdorga yetadi. Xo'sh, bundan tashqari siz o'qish jarayonida agar siz o'zingizni yaxshi tadqiqotchi qilib yetishtiradigan bo'lsangiz, turli proyektlarda a'zo bo'lishingiz mumkin. Bunda rahbaringiz yordam berishi mumkin yoki o'zingiz qidirib ko'rasiz, chunki universitet veb-saytlarida doim e'lon bo'ladi. Bu narsa ham sizga qo'shimcha ham juda katta plyus, tajriba bo'ladi. Ko'p narsani o'rganasiz va moliyaviy jihatdan katta qo'llab-quvvatlov bo'ladi. Bundan tashqari Polshada ekansiz, ya'ni universitet ichida bir ikkita fondlar mavjud. Keyin Yevropa Ittifoqini fondlari bor. Keyin Polshani davlat darajasidagi fondlari borki, siz doim bulardan boxabar bo'lib, agar malakangiz, bilim, tajribangiz yetsa, doim qatnashib, nima qilib turishingiz mumkin. Bulardan foydalanib turishingiz mumkin. Hattoki o'zingiz yangi loyihalar boshlab, dissertatsiyangiz uchun qo'shimcha o'sha davlat berayotgan stipendiyadan tashqari qo'shimcha pul ham olishingiz mumkin va undan tashqari
alohida proyektlar boshlab, ular uchun ham qo'shimcha pul olishingiz mumkin. Yevropada tadqiqot qilish, agar yetakchi yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, juda ham yaxshi qo'llab-quvvatlanadi, moliyalashtiriladi. Xo'sh, tayyorgarlikni nimadan boshlash kerak? Agar hozir magistraturada o'qiyotgan bo'lsangiz yoki bakalavrmi, qaysi darajada bo'lishidan qat'iy nazar, o'zingiz qiziqqan o'sha soha bo'lishi mumkin. Oldindan konferensiyalarga borishga harakat qiling. Qo'lingizdan kelgancha, masalan, O'zbekistonda bo'lsangiz bilaman, Yevropaga kelish qiyin, lekin onlayn vebinarlar bor. Onlayn nima topasiz, qanaqadir workshoplar bo'ladimi? O'zingizni tayyorlab, bilimlaringizni oshirib boring. Ilmiy maqolalarni ko'proq o'qing. Ya'ni ilmiy maqola boshqa o'sha publitsistik maqolalardan strukturasi farq qiladi. Tilida farq qiladi. Ya'ni siz qancha ko'p o'qisangiz, bu narsa sizga foydali. Kelajakda ham ilmiy ish yozayotganda ancha oson bo'ladi. Qancha ko'p ilmiy maqola o'qisangiz yoki kitoblar o'qisangiz. Demak, afzal tarafi, agar siz doktoranturaga topshirishdan oldin maqola chiqargan bo'lsangiz, bu siz uchun juda ham katta plus bo'ladi, juda ham katta yutug'ingiz bo'ladi. Ya'ni sizni o'qishga kirish imkoniyatingizni juda ham yaxshi oshiradi. O'zimni misolimda aytadigan bo'lsam, O'zbekistondaligim paytimda ko'proq ishlaganman, to'g'ri, juda ko'p joyda, ko'p yillar davomida ishlaganman. Tajribalarim boy bo'lgan, lekin tadqiqotga keladigan bo'lsak, u payt hali davlat miqyosida ham unaqa tadqiqotga ko'p ahamiyat berilmas edi. 2020-yillarga kelib esimda, o'shandagina har bir davlat qoshida, har bir universitetni qoshida o'sha alohida prorektor saylandi ilmiy ishlar bo'yicha. Bu narsa majburiy qilindi, ya'ni ko'proq talab qilina boshlandi. Xullas, faqat Polshaga kelibgina boshladim maqolalar chiqarishni, o'rganishni, tadqiqot qilishni. Lekin o'sha ikkita maqolam bor edi. Bu narsa foydali bo'ldi deb o'ylayman. Demak, oldindan harakat qiling nimadir maqola chiqarishga. Bu juda ham yuqori darajadagi jurnal bo'lishi shart emas. Pastroq darajadan boshlaymiz doim. Sekin-sekin bosqichma-bosqich chiqamiz. Undan keyin o'sha proposal tayyorlaymiz. Bu narsani chiroyli qilib, internetdan doim template topishingiz mumkin. Yoki agar qiziqsangiz o'zimga murojaat qiling, men sizga namuna yuboraman. Shunga qarab tayyorlaysiz. Supervisor, o'sha oldindan aytganimdek, ilmiy rahbaringizni ham oldindan, iloji bo'lsa, oldindan tanigan insoningiz bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki ilmiy rahbar tanlash xuddi turmush o'rtoq tanlagandek juda ham muhim hisoblanadi deb o'ylayman. Chunki hayotingiz juda ham bir necha yil, ya'ni 4 yil davlat pul bilan, ya'ni ta'minlab bergan taqdirda ham hamma ham 4 yilda tugatolmaydi. Ayniqsa mana bu aniq fanlar bo'ladigan bo'lsa yoki ximiya biologiya sohalarida yana ham aniq nimalarda 5-6 yil, hatto 10 yillab davom etgan doktoranturalar bor. Shuning uchun ilmiy rahbarimizni yaxshi bilgan insonimiz bo'lsa ancha oson bo'ladi. O'zimni misolimda aytadigan bo'lsam, ko'p o'sha talabalarni ko'rdim. Birga o'qiyotgan paytimizda birinchi yildan keyin rahbarlarni o'zgartirishdi. Bu narsa aslida qiyin emas, lekin yaxshi rahbar topish unchalik ham oson emas. Va o'zim ikkinchi yildan keyin qo'shimcha assistent rahbar topdim va u assistent rahbarim, to'g'risini aytaman, birinchi rahbarim, asosiy rahbarimdan ko'ra ko'proq yordam beradi. Chunki ilmiy rahbar topishga harakat qilganingizda judayam mashhur, judayam katta professorlarni sizga yetarli vaqti bo'lmasligi mumkin. Bu narsani doim yodda tutish kerak va ular siz agar masalan O'zbekistondan keladigan bo'lsak, hali ilmiy ish qilishda unchalik ham usta bo'lmasligimiz mumkin. Bizni savollarimizga javob berishga assistent professorlar, ya'ni o'sha ilmiy rahbaringiz agar ikkita bo'ladigan bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Ayniqsa yoshroq ilmiy rahbar ham ko'proq foydali deb hisoblayman. Bu o'zimni shaxsiy xulosam. Xo'p, demak, o'z vaqtida topshirish va keyin qabul bo'lish. Mustaqil ishlashni o'rganish bu eng katta muhim narsalardan biri. To'g'risi boshida qanaqadir shaklda ilmiy rahbarimdan ko'p narsa kutganman.
va xuddi har bir bosqichimni menga rejalashtirishda yordam berishini, e, qo'pol qilib aytganda nima qilishini aytib turishini xohlaganda edim. Va birinchi, ikkinchi yilim ancha vaqt shu bilan ketib qolgan. Keyin o'rgandim, hamma narsa o'zimga bog'liq, o'zim qilishim kerak edi, o'zim topib o'qishim kerak edi va a, o'sha aytganimdek professor, mening ilmiy rahbarim o'zimni sohamda Polshada birinchi raqamli hisoblanadi va juda ham katta lavozimlarga ega Yevropa miqyosida. Shuning uchun ham har doim ham men so'ragan savollarga yoki men yuborgan ishlarim, maqolalarim masalan, doim ham diqqat bilan detalni o'qib chiqib maslahat berishga vaqti bo'lmaydi. Yoki bilmadim, ba'zida hafsala qilmayman. Lekin aslida juda ham yaxshi inson. Shunda tushundimki, mustaqil ishlashni o'rganish, ya'ni shu YouTube'da juda ham ko'p yaxshi nimalar bor va albatta yaxshi videolar bor va albatta ko'p o'qish. O'sha sohani suvdek ichib yuborish deymiz-ku, xuddi shunaqa. Ya'ni o'nlab emas, yuzlab, kerak bo'lsa mingga yaqin. Shunchalik ko'p adabiyot o'qishimiz kerakki, o'sha sohani juda yaxshi bilaylik. Aytib o'tdim supervayzer tanlashdagi muhim narsalarni va hozir 4-chi bosqichni bitirayotganda juda ham yaxshi tushunib yetayotgan narsam dasturlarni yaxshi o'zlashtirishga beriladigan ahamiyat. Boshida doktoranturada demak darslar bilan ovora bo'ldi, keyin adabiyotlarni o'rganib chiqdim, keyin o'xshamagan joyda qayta o'rganib chiqdim, yana ham to'ldirdim, boshidan yozdim. Dasturlarga juda ham kam vaqt ajratdim. Ya'ni universitet qoshida kurslar bor yoki Yevropa miqyosida kurslar bor. Universitet ta'minlaydi. Agar yaxshi universitetni o'sha sertifikat bo'ladimi yo'q, u narsa muhim emas. Ya'ni menga foydasi tegadigan, ilmiy ishimni yana ham sifatliroq qilishga foydasi tegadigan dastur deganda o'sha metodik uslublarimni, qaysi metodik uslubni tanlagan bo'lsangiz, o'sha bo'yicha siz yig'gan ma'lumotlarni tahlil qilishda yordam beradigan dasturlar. NVivo, MaxQGA, Atlas TI yoki o'sha Stata, SPSS shu kabi dasturlarni iloji boricha ular bilan juda ko'p ishlash va bemalol qiynalmasdan ishlaydigan darajaga chiqish. Va aslida reja bilan ishlash, qadam bosish bu birinchi yoki eng muhim narsalardan bittasi. Mustaqil ishlashni o'rganishdan ham oldin, chunki reja bilan ishlash deganda yana nimani aytib o'tmoqchiman. O'zbekistonda siz qiziqqan mavzu yana ham xalqaro miqyosga chiqqaningizda unchalik ham muhim bo'lmay qolishi mumkin. Yoki bizda masalan talabalarni qaraydigan bo'lsangiz yoki O'zbekistondagi talabalar Polshaga kelganda tanlaydigan yo'nalishlarni qaraydigan bo'lsangiz, kamdan kam holda texnik yoki aniq fanlarni tanlashadi. Ko'proq biznes, marketing, iqtisod, ba'zan til, ko'proq shu sohalar bo'yicha. Lekin yana ham chuqurlashtirilgan, yana ham murakkab yo'nalishlarga bormaymiz. Shuning uchun kelajakda siz o'zingizni qayerda ko'ryapsiz? Shunga qarab turib, o'sha sohada ish topishingiz sizga yana ham yaxshi joylardan ishlashingiz uchun, o'zingizni tayyorlab borishingiz uchun juda ham puxta reja kerak. Va aytib o'taman, doktoranturada o'qiganimda menga juda ham yoqqan narsalardan biri bu talabalar. Endi doktorantlarni talabalar demaymiz aslida, unchalik doktorant deymiz. Xullas, professorlardan ham ko'proq hamkasblarim bergan maslahatlar juda ko'p asqotadi. Ya'ni o'sha darslar davomida uchrashgan paytlarimiz yoki hatto ko'cha-ko'yda ko'rishganda ham bir-birimizdan ilmiy ishimiz qanday ketayotgani haqida, qayerda qiyinchilik ketyapti yoki kutubxonada ko'rsak ham bir-birimizga ko'proq foydamiz tegadi va o'sha eshitadigan fikrlarimizni to'g'ri qabul qilish, tanqidiy fikrga ochiq bo'lishimiz ham juda ham muhim va sizga ham maslahat beraman doim tengdoshlaringizni fikrini bilishga. Doktoranturadagi qiyinchiliklar nimadan iborat? Bu oxirgi slaydim. Doktoranturadagi qiyinchiliklar bu aqliy salohiyatingiz yuqori bo'lishi. Ya'ni siz doktoranturani o'sha 4-chi deydigan bo'lsak, o'rtacha, masalan, O'zbekistonda 3 yil, to'g'rimi?
4-5 yil deydigan bo'lsak, siz boshlang'ich nuqtangiz qanchalik pastroq bo'lsa, o'qishni bitirganingizdan keyin unchalik yuqoriga ko'tara olmasligingiz mumkin. Shuning uchun boshlang'ich nuqtada ham ancha puxta, ko'p narsani tushungan, bilgan holda kelsangiz va doktorantura davomida judayam faol bo'lsangiz, bu narsa katta yordam beradi. Ya'ni chet elga kelib, tushunaman ko'pchilik o'sha yanayam yaxshi pul topish va hokazoga harakat qilish mumkin, lekin agar o'sha tadqiqot bo'yicha, ilmiy ish bo'yicha yuqori darajaga chiqa olmasa, o'zini sohasida ish topa olmaslik ehtimoli katta. Chunki doktoranturam bor, bu degani kuchli mutaxassismanga yetarli emas xalqaro miqyosda. Ya'ni siz o'zingizni isbotlashingiz kerak, tajribangiz ko'p bo'lishi kerak, doimiy izlanishda bo'lishingiz kerak. Shuning uchun oldindan aytganimda rejalashtiring, kelajagingiz chiroyli qurish uchun atrofingizda saviyali, judayam bilimli, yuqori mutaxassislar va o'zingiz ham ular bilan o'sha oddiy suhbatlardan ham maza qilib, maroqlanadigan inson sifatida o'zingizni ko'radigan bo'lsangiz, ko'proq tadqiqotlar, yaxshi-yaxshi maqolalar, sifatli nashrlarga intilish, soxta jurnallardan qochish. Bu narsa haqida ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak. Soxta jurnallar, hatto konferensiyalarga ham oid bu narsa. Chunki ko'pchilik masalan ba'zida Hindiston yoki Sharqiy Yevropaning ham ba'zi bir davlatlar bo'ladi, konferensiyalar uyushtirishadi. Ular juda yuqori saviyali konferensiyalar bo'lmaydi. Va kuchli raqobatni his qilarkan odam, yanayam nima deydi, Yevropa darajasiga chiqqandan keyin xalqaro darajada, va bu narsa qaysidir shaklda bosim uyg'otadi kishida, ya'ni qanaqadir o'ziga ishonmaslik, chunki atrofingizda judayam yaxshi mutaxassislar ko'p. Hatto aytib o'tishim mumkin, ikkinchi rahbarim o'zimdan ancha yosh bo'lgan, deyarli 10 yosh kichik bo'lgan, lekin juda ham aqlli, juda faol qiz, ayol. Shuning uchun shunchaki hayratda qolaman nimasiga, uni imkoniyatlari, aqli, salohiyatiga. Lekin boshqa tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, bu narsa juda ham muhim. O'zimiz ustimizda ishlashimiz va faol bo'lishimiz. Xullas, agar bog'lanmoqchi bo'lsangiz, savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, Polsha doktoranturaga topshirishga yoki hali boshlashimizdan oldin gaplashib o'tirgandik, Lane Kirkland Scholarship Program bo'yicha savolingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol email yozishingiz mumkin. PhD ustoz bu men hamkasbim Inha universitetida ishlaydigan Bobirjon Murodov bilan boshlagan loyihamiz hisoblanadi. Bu yerda biz yaqinda o'sha ilmiy ish asoslari haqida o'zbek tilida juda ham sodda, oddiy qilib tushuntirgan darslarimizni boshlaymiz. Yaqinda onlayn darslarimizni birinchi kursni o'zim boshlayman. Xullas, unga ham taklif qilib qolamiz. Yaqinda uning uchun ham e'lon yuboraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi hozir